Bugun buvijonim bilan birga ko'kxonim qilishga qaror qildik. Bu uchun eng birinchi o'rinda buvijonim ekkan ko'katlardan terib oldik. Nafaqat ko'kat, hattoki salat barglaridan ham ekkan ekanlar. Ko'katlarni terib tayyor qilganimizdan keyin suv bilan yaxshilab yuvib oldik. Har bitta bargini alohida bittalab yuvdik desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu arada men kartoshkalarni artishga kirishib ketdim. Buvijonim bo'lsa bir deganimda xamir qilib bo'ptilar. Ko'katlarni Nusrat akamga o'xshab qaramasdan to'g'rab tashladim. Shu tariqa hazil-huzullar qilib xonimning masallig'ini tayyor qildik. Bu arada lirik chekinish qilib hammamiz musiqiy tanaffus e'lon qildik. Bunaqa temalarda imonichkaga teng keladigani yo'q. Aslida bu ovqat Farg'onada o'rama deyiladi. Qo'qon va Toshkentda xolis qolgan joylarni bilmayman. Xamir yoyilgandan keyin yog'lab, buvijonim onalar aytgan usulda o'rab olar ekanmiz. Agar bilmasangiz, siz ham o'rganib oling. Albatta kerak bo'lib qolishi mumkin. Yoyib masalliqlar qo'yilgan xamirimizni naqd to'rga bo'lib, o'rtasidan chekkasiga qarab o'rab olamiz. Shu tariqa yog'langan qasqonga qo'yib pishirib olamiz. Va nihoyat biz kutgan onlar. Bizdagi qasqonning o'rtasi bo'lmagani uchun alohida kesib chiqarib olishga to'g'ri keladi. Agar sizni qasqoningiz o'rtasi bo'lsa, shundoqqina to'ntarasiz u qo'yasiz. Voila, ujinga marhamat yaxshilar. Hammamiz birgalikda futbol ko'rib, mazali xonimdan bahramand bo'ldik. Futbolning eng qiziq joyiga kelganda, hech ham o'chmayotgan svet o'chib qolsa bo'ladimi? Nimaga bular tushunmaydi axir. Bir haftadan beri qancha tirikchilikdan qoldiryapti bular aka. Shu tariqa futbol davomini onlayn tomosha qildik. Obuna bo'lishni unutmang, bundan qiziqlari hali oldinda.